biznesni sistemalashtirish, tizimlashtirish, sistema avtomatlashtirish keyinlar konkretni gapirmaymiz, amalda ko'rsatamiz. Kelishdikmi? Qani ketdik. Mana bu sizlar ko'rib turgan narsa sistema. Mana qaranglar. Mana birinchi bo'limda demak biznesda 6 ta ustun bo'lsa, birinchi ustun bu marketing. Mana marketingda 257 ta mijozimiz bor. 24 ta mijozlar tushadi. Mana hozir mijoz tushgan mana 612 da. Всё. Keyingisi mana обработка. Mijozlar bilan gaplashilyapti, mahsulotlar sotilyapti. Siz bormisiz, yo'qmisiz shu yerda sotilsin. Mana marhamat 24 ta mahsulotlar sotilyapti. Raqamlarda ko'rib turibsizlar. Mana 27 ta, 100 ta, 1500 ta sotilyapti. Men o'tiribman xonamda, mahsulotlar sotilyapti. Uchinchisi eng muhim bo'lgan narsa moliya, kirim, chiqim, qoldiq, pul. Kirim, chiqim, qoldiq tovarlar. Mana qaranglar, bitta knopka bilan sizlar xohlagan payti ko'rib turishlaring mumkin. Qancha prihod bo'ldi, qancha rasxod, qancha qoldiq qoldi. Eng qizig'i, sof foidangiz qanchaligini ko'rib turasizlar, o'rtoqlar. Biznesda konkretni foyda qilishlaring kerak. Foyda bu sizlarda kirim, chiqim, qoldiq ko'rib turishlaring. Yana bitta muhim narsa sistema. Varonkani qaranglar. Qancha mijoz keldi, qancha sotib oldi, qancha sotib olmadi, qanchasi qancha pul to'ladi, hammasini raqamlarda ko'rib turinglar. Biznesda raqamda boshqaraylik, oldi qosh narsalar yig'ishtiraylik. Kim meni realni tushunyapti o'rtoqlar? Keyinlar konkretni ishlaymiz. Biznesda sistema. Sistema bu marhamat. Kompyuterda, telefonda ko'rib turinglar hamma narsani. Kirim, chiqim, qoldiq pul, kirim, chiqim, qoldiq tovar va sof foydani. Yaxshi ko'ramasizlar?